Assalomu alaykum bolalar, qanday kunlar hozirgi vaqtda xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga tanishtirganim bo'lsa, hozirgi zamonda yashayotgan bir donliq bir odam, shundoq donliq bir kashfiyotchi. Uning ismi bo'lsa Elon Musk. Elon Muskni menimcha hammalar tanıysizlar. Hozirgi dunyodagi o'sha elektronlik mashina shirkati Tesla'niki qurg'uvchisi. Ham Elon Muskniki o'ziniki nurg'un boshqa shirkatlarimiz shunday hammasi shundoq kelgusi dunyoni o'zgartira oladigan, ham insoniyatga shunchalik chiq foydalarni olib kelgan shirkatlar. Men bugun Elon Muskniki o'sha kichigidan hozirgacha bo'lgan hikoyalardan qisqacha qilib so'zlab beray. Uniki hikoyalari bakchiq, keyin yana fursat bo'lsa, yana qo'shimcha so'zlab beraman. Elon Musk 1971-yili Janubiy Afrikada tug'ilgan. Uniki apisi bo'lsa Kanadalik, dadasi bo'lsa Janubiy Afrikalik. Cho'ng dadasi, ya'ni apisiniki dadasi tavakkulchiliklarga bak amroq kentoq, ham jon kezishlarga amroq kentoq. Shuning bilan jon kezib, ondan o'sha Janubiy Afrikaga berib, ham shu yerda o'rnashib qoldi ekan. Keyin bu Elon Muskning apisi Elon Muskning dadasi bilan tanishib, ondan to'y qilib baliq bo'ldi ekan. Elon Muskning apisi shundoq donliq motor kentoq, dadasi bo'lsa elektron injener kentoq. Shuning bilan Elon Muskning kichigidan o'sha dadasidan nurg'un shu elektronlik bilimlarda o'rganib kentoq. Meniki bayqashimcha, mushtaq bolalar kichigidan elektronlik bilimlarni jiqrab o'rgansa, cho'ng bo'lgandan kallasimi, nazariyalarimi jiq o'xshamaydi ekan. Masalan, Elon Musk, Steve Jobs shundoq kichigidan mushtaq bilimlarni jiq o'rgangan. Ham Elon Muskning ham bir o'xshamaydigan yeri bo'lsa, u fantaziyalik kitoblarni shundoq chiqib ko'rgan to'q. Shuningga bu dunyoga bo'lgan tushanchisimi shundoq yuqori makro tarafdan bu dunyoga bo'lgan nazariyasimi odatdagi odamga o'xshamaydi ekan. Keyin Elon Musk 12 yoshga kirgan vaqtida ikkisi tang bir elektronlik o'yinchoqni kashf qilib chiqibdi ekan. Ham shu vaqtda nurg'un odamlarni hayron qoldiribdi ekan. Ota-onasimi bundan shundoq suyunib, uni texnik yaxshiroq yerlarda o'qitmoqchi bo'ldi ekan. Lekin vaqt qarshi ota-onasi uzun o'tmaylar bir-birisidan ajrashib ketibdi. Shuning bilan apisi Kanadaga ketibdi. Elon Musk dadasi bilan qolibdi. Dadasi keyin yana bir ayol bilan to'y qilibdi. U ayolning yana bir qizi bor ekan to'q. Lekin u ayol bilanmi uzoq o'tmaylar ajrashibdi. Nima uchun degan chaqda Elon Muskning dadasi shu ayolning qizi bilan baliq bo'lib qolibdi. Shu ishdan Elon Musk dadasidan shundoq nafratlanib, dadasini tashlab, apisining yoniga ketib. Kanadada apisi Elon Muskni texnik yaxshi o'qitibdi, lekin o'zi Stanford universitetiga qabul qilinib, 2 kun o'qib bilan o'qishni tashlabdi. Ya'ni fizika doktorlik o'qishini tashlab chiqibdi. Nima uchun degan chaqda? Chunki shu vaqtlarda internetning taraqqiyoti shunchalik tez bo'lib ketgan, hamma odamlarning turmushlariga nurg'un o'zgarishlarni olib kelgan. Ham Elon Muskmi shu internetga shunchalik qiziqib qolgan. Ham shu yili Microsoft degan shirkat Windows 95 ni chiqargan. Ham shuningdek Elon Musk shunchalik xush o'tib, bu programma shunchalik payzgan, men bundan nurg'un ishlarni qila olaman. Menga o'qishim lozim emas deb maktabni tashlab chiqibdi. Ham uzun o'tmaylar ikkisi mushu internet orqali bir Zip2 deb shirkat quribdi. Bu şirkette odatda shu chatlarniki bir seriq tashliq kitoblar bo'ldi. Buningda hamma shu davlatniki yo'qsa shaharniki butun uchurlari yozilgan, ham shu uchurlarni topa olasiz. Ham bu internet paydo bo'lgan vaqtda Elon Muskning qolisi kelgani, nimda shu uchurlarni biz tor orqali qilmaymiz, hammadan tordan ko'ra olsam texmo qolaylik bo'lmamdi deb butun davlatga shu seriq tashliq kitobniki uchurlarini mulozimat qilgan bir torbatni yasab chiqqan ekan. Keyin bu torbat asosda bag'ansiri yo'g'inab nurg'un boshqa mablag' sarfchilar kiribdi. Ham Elon Muskningki qo'ldagi shirkatning paylarini bag'ansiri ozlab mayapti. Anaki bu shirkatningki boshqa boshqaruvchilar bilan fikrlari bir yerdan kelmaydigan vaqtda keyin Elon Muskning o'ziniki vazifasini qoldirib qo'yibdi. Lekin uzun o'tmay, ya'ni 4 yildan keyin 1999-yili vaqtga yarasha bu shirkatni yana bir cho'ng shirkat setib olibdi. Hem Elon Musk'ning qo'lig'imi 22 million dollar tegibdi. Hem birinchi qitim shunday jiq pulni ko'rgan Elon Musk shunday xo'sh bo'lib, shunday qimmat mashinalarni olibdi. Lekin o'zining bu arzu umidlari texnik cho'ng bo'lganligi uchun bunday materiallik narsalarning xo'shaligi uni to'xtatib qolmabdi. Wow, I can't believe it's actually here. It's pretty wild, man. Obviously, I've got a $1 million car and quite a few creature comforts. It's just a moment in my life. Hamla uzun o'tmaylar, ya'ni shu yili 3-oyda yana bir shirkatga mablag' sapdi. U bo'lsa X.com. Ya'ni shu vaqtdagi yana bir Peter Thiel degan donliq odam bilan billa bu shirkatni quribdi. Peter Thielning kayni ko'rinishi germaniyalik, lekin o'zi Amerikada cho'ng bo'lgan donliq mablag' sag'uvchi, egilik tikliguvchi ham tijoratchi. Hem o'ziniki mushu sohalarda nurg'un kitoblari va o'qib baqsanlar bo'ldi. O'ziniki nomi ham iqtidorimi Elon Muskdan qilishmaydi. Ham bu ikkisiniki X.com deb qurgan bu shirkati bo'lsa, Tor orqali
pul mulozimati qilish. Keyin bu shirkatmi ismini o'zgartdi. Hozir biz uni PayPal deb ataymiz. Ham shuning bilan ko'rib Elon Musk shu vaqtda, ya'ni 27 yosh vaqtida o'ziga bo'lgan ishonchiniki qanchalik yuqorligi, kelgusiga bo'lgan nazariyasi qanchalik oldida ekanligini bilib oldi. Bir odam bir umrda bir qitim muvaffaqiyatlik eglik tiklay olsa, shunchalik xushvoz bo'ldi. Lekin Elon Musk uning bilan rozi bo'lmagan. Chunki o'ziniki orzu umidiga qo'ygan o'lchami shunchalik yuqori bo'lganligi. Ham Elon Muskniki bu ikkinchi qitimqi eglik tiklashmi shunchalik muvaffaqiyatli bo'lgan. Ham bu shirkatmi hozir 300 milliardlik shirkatga aylandi. Ham shu vaqtdagi pul muomala sohasini biroqlam o'zgartib o'tgan. Lekin shuna bo'lsa uzun o'tmay, ya'ni 2002-yil Elon Muskniki o'sha boshqa boshqaruvchilar bilan yana o'sha Peter Thiel bilan fikrlari sal bir yerdan kelmay, ya'ni shu vaqtda Elon Musk eng chong boshlig'i bo'lgan bo'lsa-mu, o'ziniki bir yig'in bilan boshqa ketganligi bilan bu shirkatning ichidan bir inqilob yuz berib, biroqlam hamsi bir yerga kelib Elon Muskni tepib chiqarib o'tgan. Shundan bilan Elon Muskning qo'liga yana 1 milliarddan jiqroq pul kirdi. Amaliyotda Elon Musk bu dunyoga bo'lgan ba'zan ko'z qarashlari 2001-yilda sal-pal o'zgargan. Shu vaqtda shu Marsga chiqadigan ba'zan planlari tug'ilgan. Ham insoniyatga ba'zan o'zgarishlarni qilib baqay, balkim yer sharig'imi kelgusida ba'zan ofatlar yuz berishi mumkin, yo bo'lmasa nopos pak chiqlab ketishi mumkin, yo bo'lmasa bir yulduz so'qilishi mumkin. Shundan biroqlam insoniyat yo'qolib ketmasin. Balkim kelgusida Marsga azroq insonlarni ach qolsak, shu yerdami madaniyatimizni qoldira olsak, biz insoniyat uchun shunday yaxshi bo'ldi deb, shunday cho'ng bir orzulari to'lib ekan. Lekin buni amalga oshirish munda oson emas. Balkim necha yuz yil, hatto ming yillardagi vaqt ketishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, hozirdan boshlab planlarni qilish kerak deb o'ylayotgan. Agar biz shunday bir tanlashlarni qilib qo'ymasak, insonlar bir kun bo'lmay bir kuni dinozavrlarga o'xshash yo'qolib ketishi mumkin deb o'ylaydi. Amaliyotda hozirmi insonlarga kelayotgan, bizniki bu yer shari planetamizga kelayotgan nurg'un ofatlarniki oldini olib bishoratlarim bor. Masalan, klimatniki isib ketishi, insonlarning noposining jiqlab ketishi deganda. Ham Elon Musk deydi, biz insonlar ba'zan sohalarda oldiga ilgirlab ma'lumsak, shu sohalarda keyingi chekinib ketishimiz mumkin asosda deydi. Masalan, qadimiy Misr imperiyasiniki mushtaq piramidlarni yasaydigan mushtaq texnikalarni biz u sohalarda oldiga ilgirlab ma'lumganligimiz uchun hozir biz u texnikalarning hammasini unutib ketdik. Shuningga bu tashqi olam astronomiya bilimlarimizni oldiga ilgirlatib mengayversak, keyingi chekinib hammani unutib ketishimiz mumkin deydi. It does not automatically improve. It by itself degrade. You look at great civilizations like ancient Egypt, and they were able to make the pyramids, and they forgot how to do that. In 1969, we were able to send somebody to the moon. Then we had the space shuttle only take people to low Earth orbit. Then the space shuttle retired. The United States could take no one to orbit. So that's the trend. The trend is like down to nothing. It only improves if a lot of people work very hard to make it better. Shunga Elon Musk Mars chiqishni shu vaqtdan boshlab plan qilishni boshlagan. Mars yeshil zorligi deb bir planni tuzgan. Osonki bir qism insonlarni boshda Marsga chiqib, shu yerda ba'zan tadqiqotlarni boshlash kerak. Ya'ni mesela kichik turdagi parnaklarni yasab, yeshil ko'ktatlarni shu yerda o'stirishni, shu tadqiqotlarni qilish kerak degan bir planka. Bu hamma odamga anglashga shunday fantaziyadek angladi. Lekin Elon Musk uchun bu insonlar cho'qim qilmasi bo'lmaydigan bir vazifa. Shuna bu planni oldiga mang'uzish uchun boshda lazım qildig'ini bo'lsa transport, ya'ni Marsga chiqqan raketa. Lekin u yerda Amerikaning raketa texnikalari unchalar ilg'or emasdi. Hatto NASA nurg'un yerlarda mag'lubiyatlarni jiq bo'lganligi uchun ham jiq chiqimlar ketganligi uchun voz kechgan. Shuna boshda Elon Musk balkim 20-30 millionlarni chiqarib mushishni hal qilmaydi deb o'ylagan. Lekin qarsa, uningdan jiq mablag' ketganligini bayqagan. Shunga amal bor, texnik azroq manbalardan izlanib baqay deb keyin Rossiyaga borgan. Rossiyaniki mushtaq raketa texnikalari xil ilg'or bo'lg'achqa, ularniki ba'zan mushu qaytadan yasalgan raketalarni setilishga uringan, lekin ularning ba'zi shunchalar yuqori bo'lgan. Shunga amal yo'q, keyin Elon Musk ularning setilishdan voz kechib, o'zi raketa yasaydigan bir shirkatni qurgan, ya'ni SpaceX. I went to Russia to look at buying a refurbished ICBM, which is a very trippy experience. It was very bizarre. And when I tell people that, they're like, what? I went to Russia 3 times to look at buying a refurbished ICBM. Because that was the best deal.
Şunun bilan bütün Amerikada şundaq jiq g'ol-g'ol bo'lib ketgan, ham nurg'un odam buni cho'qim saran bo'pti deb o'ylagan. Chunki bunda raketalik, bunda cho'ng texniklik narsalarni faqat bu dunyodagi ba'zan bir necha cho'ng davlatlar ham ishlab chiqara oladi. Hargizmi bir shaxsiyniki bir shirkati uni ishlab chiqara olmaydi degan. Keyin ham uning bir ziyoratida ulardan sen bu bir raketa şirketiga qanday boshliq bo'la olasan, sen qanday bilimlaring bor bunida. Meniki o'zimning fizik tarafda azroq bilimlerim bor, ham o'zim nurg'un kitoblarni o'qigan. Shunaqa bunida chatoq yo'q deb javob berdim. Shuning bilan bu ziyoratchimi shunda hayron qoldi, sen o'zing o'rgandingmi deb. Shuni demak, Elon Musk nurg'un narsalarni o'zi o'rgangan. Hargizmi maktabdan yoki boshqa darslardan o'rganmagan. Shunaqa Elon Musk hozirmi deydi, ba'zan shu butun cho'ng universitetlarni bitirgan do'tlar bor. Lekin hech qanday maktabni o'qimagan, talantli, iqtidorli odamlar bor deydi. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And then I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. So how did you go about acquiring the knowledge? Well, like I said, I read a lot of books, talked to a lot of people, and have a great team. 2002 6-oyda SpaceX degan bu shirkat qurildi. Agar o'ziniki bu insoniyatni Marsga chiqargan bu arzusini amalga oshirmoqchi bo'lsa, uningga ketadigan chiqim baklamjiq bo'ldi. Shunga u cho'qim to'xtamay pul ko'ydirish kerak. Ham to'xtamay pul tepishimi kerak. Ham bu SpaceX shirkatiniki raketalarning tanarxisi undaq yuqori bo'lmasligi kerak. Ya'ni boshqa cho'ng davlatlarniki ya bo'lmasa NASA'niki raketalardek faqatlan bir qitim ishlatiladigan emas, balki ko'p qitim ishlatiladigan holatga aklalasa, raketasi olam boshlig'i berib, ya'ni buzilmay yana qaytib kelib, sog'-salomat joyiga qo'nib qilalsa, anan keyin yana ikkinchi qitim yo uchinchi qitim, to'rtinchi qitim davomli ishlatiladi. Shuning bilan tanarxisi biroqlam tuvanlaydi. Ham demismi keyin shundaq bo'lgan. Tanarxisi shundaq tuvan bo'lganligi uchun keyin nurg'un to'xtamlarga erishgan. Masalan, NASA'ning to'xtamlari shundaq chiqib bo'lgan, ham boshqa davlatlarnikimi to'xtamlari to'xtamay kelgan. Ham tanarxisini faqatlam 7 million xajlasam bu raketasini olam boshlig'i achib qoladigan holatga yetkazgan. Ham bu shirkatniki beshiriki taraqqiyotlarida nurg'un kelishmasliklarga uchragan. Hatto o'lib ketishga tez qolgan. Boshqa planda birinchi raketani sinab uçurishni 2003-yili 11-oyga bekitgan. Ya'ni bu shirkat qurilib 15 oydan keyin bo'lgan. Ya'ni bu 15 oyning ichida Elon Musk butun zehnining hammasini bu shirkatga ham qurgan. O'zimi hatto boshqa injenerlar hammasi bir haftada 100 soatdan ortiq ishlagan. Ham Elon Musk nimda bundaq jiddiy ishlaysa, hozirlar Marsga chiqishimiz kerakmidi desa, biz cho'qim vaqtni ching tutishimiz kerak. Agar bundaq ching tutmasak, boshqa planetlarga chiqib yashay olishimizniki nisbati faqatlam 0 bo'ldi deydi. Biz hozirdan boshlab qilsakmi, necha yuz yil, hatto necha ming yil ketishi mumkin Marsda madaniyatlarni qurib yashay olg'idek bo'lgan holatga yetish uchun. Men bu chaqda Allohning uylab ketmay, shunda bo'lsa-mu, biz hozirdan boshlab vaqtni cho'qim ching tutishimiz kerak deydi. I think if we operate with extreme urgency, then we have a chance of making life multiplanetary. Still just a chance, not for sure. If we don't act with extreme urgency, that chance is probably 0. Yeah, I mean, I'll be long dead before, Mars is self-sustaining, but hopefully the momentum is strong in that direction by the time I die. Hopefully, which probably isn't soon, but no. Shun bilan bu raketa yasashda nurg'un kelishmasliklarga uchraydi, nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi, vazifasini vaqtida o'rinlayolmaydi. Ya'ni 3 yildan keyin birinchi raketasini sinab uchira oladi. Ya'ni 2006-yili 3-oyning 24-kuni. Lekin bu qitimqi uchrashida mag'lubiyatga uchraydi. Ham raketasi uchib turib. Ham bu savallikni mushu o'ziniki injeneri Holmanniki xatoligidan ko'rdi. Ham Holmanniki bir tal kichik mixni yaxshi chingitmaganligidan shu mag'lubiyatni keltirib chiqqan deb qaraydi. Lekin Holman bundan shunda g'azablandi, chunki o'zim necha yil shunda tirishib ishlasam, oxirgi berib bu xatolikni menga ortib qo'yibdi deb. Ham Elon Musk bilan bu to'g'riliq necha qitim to'qinishib qoldi. Keyin rasmiy aniqlangandan keyin bu sinoqqa uchirmoqchi bo'lgan raketasi dengizga yaqin bir yerda necha oy turganligi uchun mushu kichik miqiga ta'sir qilib, uni sal bo'shatib qo'yganligidan bu raketaning mag'lub bo'lganligiga ta'sir qilganligini bildi. Lekin bu mag'lubiyat Elon Musk'ningki kayfiyatiga ozroqmi ta'sir etmadi. U mustaq mag'lubiyatlarning bo'lganligini Alloh bilan ko'ngliga pukib bo'lgan, ham keyingi mushu xodimlarga yozgan xatidami SpaceX agar muvaffaqiyat qozonmaguncha hargiz voz kechmaydi deb
xat yazgan. Şunun bilan ikkinchi qitimliq sinaq uchish 1 yildan keyin bo'lgan, ya'ni 2007-yili 3-oyning 15 kuni. Bu qitimqi sinaq uchishdimi o'xshashlar muvaffaqiyat qozonolmaydi. Ham bu qitimqi savallik bo'lsa, raketani ishtirguvchiniki energiyasi yetishmaganlikdan asosda piqirashga boshlagan. Piqirab motorni kichik yerib etgan. Ham motorning ichiga havo kirib ketgan. Bu qitimqi mag'lubiyat Elon Muskning kayfiyatiga xili cho'ng o'zgarishlarni olib kelgan. Chunki bu raketa shirkatining mangdirgan mablag'i bag'an siri oz qolgan. Ham bu to'xtamay bo'lgan mag'lubiyatidan Elon Muskning kaynidan gap qilganlarmi bag'an siri jiqlab ketgan. Lekin Elon Musk hech qanday gaplarga quloq solmay, cho'qim muvaffaqiyat qozonmasam hargiz to'xtamayman deb 3-qitimliq sinqini boshladi. Lekin bu qitimliqda eng cho'ng masala bo'lsa iqtisod masalasi. Ya'ni bu shirkat mavzudan iqtisoddan Elon Musk shunchalik qiynalib qolgan. Hatta yana bir shirkati, ya'ni Tesla degan shirkatiga ham shunchalik iqtisod jihatdan besim kelgan. Ham Tesla'ni sotib olgan vaqtiga kelsak, 2004-yili shu Tesla'ni qurgan ham taraqqiy qilgan kishilar o'ziniki bu shirkati shunchalik yangi ham buning taraqqiyotiga shunchalik nurg'un pul ko'ydirish kerakligi uchun Amışdaq güclük hem şu şirketga o'zi shunchalik qiziqadigan bir mablag' sog'ishini izlayotgandi. Ham shu vaqtda ularning ko'ziga Elon Musk chiqib qoldi, chunki ularningki izlanganda Elon Musk shundaq yangi energiyalik narsa, yangi uqum ham kelgusi insonlarningki taraqqiyot uchun cho'ng to'kib qo'sha oladigan shundaq odam ekanligini jazmlashtirgandan keyin ham Elon Musk shu vaqtda Tesla bu shirkatni ko'rib bilan shundaq yaxshi ko'rib qoldi. Shunchalik yangi uqum, yangi energiya ham insonlarniki neftni davomli ishlataverishidan qutuldirib qoldi. Ham insoniyat muhit uchunmi jiq to'kib qo'sha oladiganligi uchun shunchalik qiziqib qolgan. Shuning bilan Elon Musk 6,5 million mablag' silib bu shirkatni sotib oldi. Şu an hozir o'ylab ko'ring, Tesla hozir 1 trillionlik shirkat bo'lib ketdi. Ham hozir yaqinda Elon Musk yana bir sotib olgan shirkat Twitter'ni bo'lsa 44 milliardga sotib oldi. Ham Twitter'mi undaq bak pul topadigan bir shirkat emas. Tesla'ga selishtirgan chog'da Tesla shunchalik jiq pul topa oladi. Ham kelgusidami texnik jiq pul topa oladi. Endi men nima uchun shu Twitter'ni shunchalik jiq mablag' silib turib sotib olganligini men sizlarga so'zlab bergan. Hatto Tesla'niki paylarini sotib bo'lsa-mu Twitter'ni sotib oldi. Ham shunchalik qimmat pulga sotib oldi. Chunki uniki ishlatadigan shu algoritm sistemasi shunchalik muhim. Agar boshqa shirkatlarniki shu algoritm tarafdan shunday kuchli shirkatlarni sotib oladi desa, keyingisi balkim Facebook bo'lishi mumkin. Facebook balkim oz deganda 600 milliardga chiqdi. Undan Twitter aran 44 milliard shunchalik arzon. Facebookdan yuqorilari, masalan, Amazon, Google, undan yuqori bo'lsa, 60 shirkati, eng yuqori 3 trillionlik shirkat. Shunga menimcha Twitter 44 milliard shunchalik qimmat emas. Şu algoritm sistemini tushunganlar uchun. Tesla'ni shu vaqtdan boshlab sotib olgandan keyin to'xtamay pul ko'ydirdi. Buni cho'qim o'qib qilinglar. Har qanday yangi mushtaq kelgusiga cho'ng taraqqiy qila oladigan shirkatlar bo'lsa-mu, ularniki paylari bozorga qo'yilgan bo'lsa-mu, hargizmi oldirab undaq jiq sotib olmang. Agar shunchalik yaxshi ko'rgan bo'lsangiz-mu, 1-2% dan sotib olsangiz bo'ldi. Toki ular shu rasmiy pul topa oladigan holatga yetkicha. Shu vaqtda Tesla'mi 2004-yildan boshlab to'xtamay pul ko'ydirib, Elon Muskning bu SpaceXga solgan pulini tugab, Tesla'ga solgan pullarini tugab, boshqalardan, boshqa mablag' soqchilardan pul so'rab, aran o'zini mang'uz olgan. Keyin SpaceXning shu NASA'niki mablag' solganidan SpaceXni davom ettirgan, Tesla'ni necha qitim tasqalgan sotayotgili. Google'ga, Alma shirkatiga degandek, lekin oxirgacha chidab 2010-yili rasmiy bozorga paychikni soldi. Lekin rasmiy pul topgan vaqti bo'lsa 2020dan boshlab anandikin asosan kirim qilishdi. Men bu Tesla to'g'riliqmi nechqitim video ishladim, buni tushuntirib, uniki faqatlam bu elektronik mashina shirkatlari emas, uniki boshqa texnikalari baklamchiq, mayli data tarafdan bo'lamdi, quyosh nuri sistemasi bo'lamdi, yeshil energiya, batareya, litium, ananki o'z aytadigan texnikasi degandek hammasi shu radar taraflardan u kelgusida masalan balkim shu sistemlarni update qilib turibmi, yana nurg'un kirimlarni qila olish mumkin. Masalan biz Alma telefonni ishlatib turib, boshqa mashg'ulotlarni qilib, shuningdan Alma telefonmi nurg'un kirimlarni qila oladi. Bir applarga biz pul to'lsak, unda har bir appniki pul to'lganimizdan 30% Alma shirkatiga kirdi. Keyin agar o'ylab qo'ying biz mashinani haydamay, mashina o'zi haydab, biz bekorlikda shu Tesla'niki o'ziniki sistemlarini o'ynab turib, undan boshqa narsalarni sotib olib bo'lsak, balkim nurg'un kirimlar biz Tesla'ga kirishi mumkin. O'z haydaydigan sistemlarni balkim pul to'lab sotib olishimiz mumkin. Endi bu o'z haydaydigan sistemimizga kirsak, hozirgi Tesla'niki o'z haydaydigan sistemasi faqatlam 2-darajada
birinchi darajadan olqib hozir ikkinchi darajaga o'tdi. Uni da shundoq az yerlarda biz qarab turib haydab go'zallaymiz. Bu ikkinchi darajasi. Rasmiy 5-darajaga yetgan chaqda butunlay Tesla o'zi haydaydigan bo'ldi. Hatto rolmi yo'q, desaydan boshqa may ya tormozlarmi yo'q bo'ldi. Elon Musk dedi, Twitter'dagi algoritm sistemini 3 yilgacha xili bir yergacha yetkazolmaydi. Elon Muskmi ba'zancha nurg'un va'dalarni berdi. Masalan, raketani bir yilni ishlab uchatma deb, keyin lekin har qitim shu va'dalari kechikdi. Birinchi raketasini bir yildan keyin uchatamdi, balki 3 yildan keyin uchatdi. Tesla'nikimi 2021-yili rasmiy 5-darajaga opirib o'zaydan qilib yetalayman degan, lekin hozir 2022 bo'ldi, u holatga yetmadi. Ham yaqinda o'zim dedi, o'zaydan sistemda nurg'un qiyinchiliklarga uchrayapmiz deb. Bu va'dalarni har qitim kechiktirib yetkazdi, lekin hamma va'dalarni yana o'rindayapti. Shuningga balkim bu 5-darajaga yetish uchun 10 yilning ichida cho'qim ko'rib qolamiz. 5G texnikalarni rasmiy pishib, ham dunyoning hammalarga bo'lgan vaqtlarda balkim 2028lardan keyin ko'rishimiz mumkin. Masalan, 3-darajaga yetgan chaqda biz insonlar Tesla'ning o'zini haydashini kuzatib turamiz. Ham Tesla'mi bizning uni kuzatib turishimizni kuzatib turdi. 4-darajaga kelgan vaqtida ham Tesla rasmiy o'zi haydayalaydi. Lekin hamma yerda emas, ba'zan bir qism yo'llarda. Masalan, biz yana SpaceX qaytib kelsak, ya'ni shunday vaqtlarda, ya'ni shu Tesla ham SpaceXni tam mang'uzib, ham ikkilisidan to'xtamay pul ko'ydirib, mang'uzanmay ham iqtisodiyotni shunday qiynayotgan vaqtida Elon Muskning beshqa yana to'xtamay boshqa ishlarni qildi. Masalan, 2008dagi dunyo iqtisod krizisi va o'chaqda boshqa mablag' sarflarni tepish jihatlarda texnika qiynaldi. Unda bu ikki shirkatni mang'uzish uchun bahlamjiq zehnini berib o'tganligi uchun ham texnik vaqtini berib o'tganligi uchun o'ziniki ayoli Justin bilan munosabati bag'ansiri yomonlashib ketdi. Oxiri ayoli Elon Muskniki bu oltidan chidamay ajrashishni talab qildi. Shu bilan bu ikkisi 2008-yili 6-oyning 13-kuni ajrashib ketdi. Lekin Elon Musk yenilam voz kechmay boshlagan ishni to'xtatib qo'ymaslikdan ham 8-oyning 3-kuni raketaning 3-qitimliq uchishini sinaydi. Lekin baxtga qarshi bu 3-qitimliq uchishmi mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Shu bilan butun SpaceX'niki bu xodimlarning hammasining kayfiyati shundoq tushib ketdi. Hatta 30 minutning ichida 180 gradus o'zgarib ketdi. Keyingi izlanishdagi bu mag'lubiyat bo'lsa, raketa odam bo'shlig'i amdi chiqqan vaqtida o'z badanidagi shu ishtirish kuchi baklam kuchli bo'lib ketgachga, birinchi badan bilan ikkinchi badan ikkisi bir-biri bilan so'qilib ketadi ekan. Lekin uzun o'tmaylam Elon Musk tushkunlashmay, SpaceX'niki shu 4-qitimliq hatta 5-qitimliq sinov kuchlarini davomli planlayapmiz deb bayonot berdi. Lekin jamiyatda shu Elon Muskniki bu qitimliq mag'lubiyati ham o'ziniki yaqindagi ajrashishi to'g'riliq nurg'un qarshi so'zlar, eski xabarlar bo'lgan sirjiq bo'lib, Elon Musk o'zini shunday besim his qildirib qoldi. Shuning bilan Elon Musk 4-qitimliq uchish sinoqlarining planlarini boshlaydi. Lekin bu qitimqi iqtisodiy faqatlam mush qitimqi uchish qilam yetarli ekan. Agar bu qitim yana mag'lubiyat bo'lib qolsa, 5-qitimliq uchishga ozroqmi mablag' qolmaydi ekan. Lekin Elon Musk burundilam men hargizmi voz kechmayman. Men agar teshida qolsammi, o'zimniki oxirgi $1 bu shirkat uchun xarjlayman degan. Lekin bu qitim agar rostlan mag'lubiyat bo'lib qolsa, rostlan teshida qoladi. Chunki u ajrashdi, ham uyimi yo'q hozir. I remember waking up the Sunday before Christmas in 2008 and thinking to myself, man, I never thought I was someone who could ever be capable of a nervous breakdown. But I felt this was the closest I've ever come. Because it seemed pretty dark. We were running on fumes at that point. We had virtually no money. So a fourth failure would have been absolutely game over. Done. SpaceX bankrupt. Yeah, it's bad enough to have 3 strikes. Having 4 strikes, it's kaput. Bu 4-qitimliq uchishdimi? Elon Muskniki ikki xil tanlash bo'lib qoldi. Birisi bo'lsa, bu Tesla bilan SpaceX bu ikki shirkatdan birisini tanlash. Ham butun iqtisodni bir shirkatga ham yotkazish. Ya'ni yana bir shirkatdan voz kechish. Yana birisi bo'lsa, cho'qim bu ikki shirkatdan voz kechmay turib, ikkilisniki bu taskunlardan chidab, ham iqtisodni ikkiga tang bo'lib mang'uzish. Ham Elon Muskning tanlashi bu ikkinchi xili bo'ldi. Chunki bu ikkili shirkatni Elon Musk shunchalik yaxshi ko'rdi. Shuning bilan bu 4-qitimliq uchishni 2008-yili 9-oyning 28-kuni sinovni boshlaydi. Lekin bu qitimliq uchish shunchalik muvaffaqiyatli bo'ldi. Ham muvaffaqiyatli bo'lgani bilanmi o'ziniki iqtisodmi butunlay tugaydi. Lekin baxtga yarasha
Şunun bilan NASA'ningki birinchi qitimliq to'xtamga erishdi. Şunun bilan SpaceX NASA uchun ishlaydi. Ham NASA'ningki shu olam bo'shligi punktida ishlatilgan mahsulotlarni yo'tkab chiqib, tushib qilgan mushtaq mulozamat qildi. Hem shuningdek NASA'ningki to'xtamlari texmi jiqlaydi, hem boshqa davlatlardanmi, hem asosan texmi jiq to'xtamlar kelishga boshlaydi. Hem bu NASA'ningki birinchi qitimliq bo'lgan to'xtammi 1,5 milliardlik to'xtamdi. NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just blurted out, I love you guys. They saved you. Yeah, they did. Shundan Elon Musk bu mablag'ni SpaceX bilan ishlatmay, Tesla'ga bir qismini ishlatib, Tesla'ni minishni davomlashtirdi. Ham asosda ikkili shirkat davomli yaxshi bo'lib ketdi. Lekin bu Elon Muskning keyinidami, ya'ni davomli bu yomon so'zlar, eski so'zlar davomlashaverdi. Hatta nurg'un mush donliq odamlarmi Elon Muskning qilayotganlarini ancha qo'llamaydi. Hatta men burun degan birinchidan oyoq chiqqan mashhur odam Armstrong, ya'ni boshqa mashhur odamlarmi Elon Muskningki SpaceX shirkatini ancha qo'llamaydi. Olam bo'shlig'ining tadqiqotlarininki bag'ansiri sodiliq bo'lib ketishini xohlamaydi. Ham olam bo'shlig'ininki axlatlaridan bag'ansiri jiqlab ketishini xohlamaydi. Bu to'g'riliq men keyinchi texnik so'zlab beraman. Ham bu to'g'riliqmi Elon Muskningki o'ziningki ko'z qarashlarini ko'zga yosh ilib turib so'zlab berdi. Ham Armstrongning o'ziningki kichigidan yaxshi ko'radigan qahramonlarning birisiligini bildirdi. Shundan o'zmi yana Elon Musk o'ziningki orzu umidlariga yetish uchun harakatini davomlashtirayapti. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. Now is the time to overrule this administration's pledge to mediocrity. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. Uniki oxirgi nishoni bo'lsa, rasmiy insonlarning hammasini Marsga chiqish. Lekin Marsga chiqish unda oson ish emas. Hamki bu Mars degan planetni so'zlagan vaqtimda texnikroq so'zlab beray. Uniki plani mushu 10 yilning ichida insonlarni Marsga yo'tkash. Hamda bu yo'tkashlikdan butun insonlarni yo'tkablam shu yerda madaniyat qurib yashash emas. Chunki uni qilish mumkiniyatligi hozircha yo'q. Chunki Marsda nurg'un narsalar yo'q, havo yo'q, magnet sistemasi yo'q, parnak sistemasi yo'q degandek. Shu bilan Elon Musk asosda o'ziniki bu orzulariga texnik yiqilishdi. Bundaq orzularga yiqilishish unda oson emas. Egalik tikliguvchilar bo'lamdi, tijorat qiluvchilar bo'lamdi. Ozroq foydalanib ko'rsalar shu joydan to'xtab qolgan nurg'un odamlar bor. Lekin Elon Musk birinchi o'ziniki shirkatini qurib, setib, yana ikkinchisini qurib, setib, yana uchinchisi, to'rtinchisida bu shunday muvaffaqiyatlar qozonib turibmi? Yanla o'ziniki bu orzu o'lchamlarini texnik yuqori qo'yg'achqa, ham o'ziga bo'lgan ishonchi shunchalik yuqori bo'lg'achqa davomli oldiga ilgirlatmayapti. Ham bularniki har bir muvaffaqiyat qozongan vaqtdagi hissiyoti, xushalliqi shunchalik kuchli bo'ldi. U xushalliq hech nimaga teng kelmaydi. T-15, stand by for terminal count. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. 10, 9, All systems come green. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ondan keyin 2015-yilda
Elon Musk yeni bir şirket kurdu. U bo'lsa Starlink. Starlink degan butun yer sharini har qanday yerda ishlatadigan internet to'rini ta'minlash shirkati. Yaqinda Rossiya bilan Ukrainaniki urushidimi? Ukrainaniki prezidenti mushu Elon Musk Twitterdan uchur qoldirib, mushu texnikani biz ishlatib tursak, mushu urushda degan vaqtida Elon Musk bularga bu mulozimatini ta'minlagan. Shu bilan bu urush bo'layotgan vaqtidami hech qanday simlarni ishlatmay turibmi, internet to'rlariga chiqa oladigan bir xil mulozimat. Bu mulozimatni olam bo'shlig'i turib, sun'iy amralar bir-birisi bilan aloqa qilib turib, yer sharining har qanday yerga internet to'rini ta'minlay oladi. Mayli siz tog'larning signal tortolmaydigan yerlarda bo'ling yoki cho'l bayovonlarda bo'ling, har qanday yerlarda ishlay oladi. Ham bu Elon Musk'ningki butun setib olgan shirkatlarningki hammasi shundoq kelgusiga shunchalik cho'ng to'kib qo'sha oladigan, o'zgartira oladigan shirkatlar. Lekin shundoq hamma yerlarga ta'minlash uchun olam bo'shlig'iga shundoq nurg'un sun'iy amralarni evatish kerak. Ham Elon Musk'ningki kelgusidagi plani olam bo'shlig'iga 42,000 sun'iy amrani evatish. Ham 2015-2018 yili 3 yilning ichidan 1715 sun'iy amrani olam bo'shlig'iga evatib bo'lgan. Ham kelgusidagi plani bo'lsa butun mushtaq kambag'al internetlarni ishlatolmaydigan rayonlar bo'lamdi, davlatlargami, ba'zilarga haqsiz, ba'zilarga shundoq azon mushtaq internet to'rlarini ta'minlashni planlayapti. O'ziniki planimi mushu Starlink shirkatidan topgan tabobatning hammasini SpaceX shirkatiga, ya'ni raketa shirkatiga xarjlamoqchi. Hamda Amerikaniki harbiy qo'shinlarimi bu Starlinkningki mulozimatlarini setib oldi. Ham boshqa 29 davlatmi Starlinkningki mulozimatlarini ishlatadi. Uningdan keyin yana Elon Musk nurg'un boshqa shirkatlarni setib oldi. Masalan, The Boring Company, zerikishlik shirkat. Nurg'un odamlar kelgusida insonlarniki ishlatadigan transportlari balkim hammasi osmonda uchadigan mushtaq narsalar bo'lishi mumkin deydi. Lekin Elon Musk deydi, insonlarniki kelgusidagi transportlar bo'lsa, mushu yer yuzida bo'ldi. Ya'ni mushu kapsula o'xshaydigan mushtaq transportli quroli mushu tunnelning ichida eng tez suratda ham eng bexatar holda yo'tkilib mushtaq transport qildi deb. Ondan keyin buni yana bir qurgan shirkat bo'lsa Neuralink. U shirkatda bo'lsa, o'sha insonlarniki miyasiga bir xil o'zakni selib, anadagi insonlarniki ideyalarini, tan salomatliklarini tadqiq qilgan shirkat. Hozir texnik insonlar rasmiy tadqiq qilishni boshlamadi. Hozir faqatlarni cho'shqa ham oragotalarni tadqiq qilyapti. Ya'ni masalan, insonlarniki ba'zan ideyalarini bir qismlarini saqlab qo'yish kompyuterga, ya bo'lmasa ba'zan ideyalarni yuvitish, ya bo'lmasa ba'zan ideyalarni qo'shib qo'yish, ya bo'lmasa ba'zan texnikalarni mush ideyasini o'zgartirib turib ishtik o'rganish degandek yana boshqa texnikalar bor. Masalan, insonlarning tan salomatliklari taraflaridan izlanishlarni qilgan shunaqa shirkat. Shunga bu shirkatlarning hammasi insoniyatning kelgusiga shunday cho'ng o'zgarishlarni qilgan shirkatlar. Ham Elon Musk nima hozirga qadar qilayotgan ishlarining hammasi shu. Shunga u kelgusida shunday bir rivoyat xarakterlik bir odam bo'la oladi. Agar bu shirkatlarning hammasi shunchalik muvaffaqiyat qozona olsa, buniki nomi tarix kitoblarida necha ming yillargacha saqlanib qolishi mumkin. Hozir butun dunyoning qiymati 100 trillionlar atrofida, Elon Muskning qiymati 1 trillionlar atrofida. Ya'ni dunyodagi eng boy odamlarning birisi. Lekin kelgusida shu shirkatlarning hammasi muvaffaqiyat qozonib qolsa, uning qiymati necha yuz trillionga chiqib ketishi mumkin. Shunga nurg'un davlatlar ham nurg'un davlatlarning rahbarlari ansirayotgan ishmi shu. Agar bir shaxsiyninki qiymati shuncha yuqori bo'lib ketsa, ham uniki shirkatlarningki texnikalari shunchalik ilg'or nurg'un narsalarni kontrol qila oladigan mushtaq shirkatlar bo'lib ketsa, o nurg'un davlatlarni hatto rahbarlarni kontrol qila olishi mumkin. Har bir shirkatlarning hikoyalaridan men keyin yana ayrim so'zlab beray. O'zlarining hikoyalari bakchiq, ularni men keyin yana so'zlab beray. Undan so'ng men nishak so'zlay. Agar bu videoni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshmaltaqni bosishni unutmang. Ham mening qonimni boshlig'im tavsiya qilib qo'ying. Keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga emanet.